Onam ketdi, do'mdoq qilish shakarlarim. Qaranglar. Ro'zada qanaqa qilamiz, charchab qolmaymizmi deb aytgan ekansizlar. Ro'zada qaranglar, bitta o'zi yashaydigan ayollar bor, ersiz ayollar bor. Ertalabdan vohlidan ro'zasini og'zini yopib, kartoshka ekani chiqadigan ayollar bor. Kechgacha ishlab yuradi. Yer chopadigan, sigir sog'adigan, non yopadigan, somsa yopadigan, oilasini boqadigan ayollar bor. O'shalar qanaqa qilib ro'zani chidabotdi, ertalabdan kechgacha mehnat qilib, siz uyda o'tirib, maza qilib, yeb ichib, yana fitness qilsam charchab qolmaymanmi deb o'ylab o'tiribsiz. Endi qarang, charchab qolganimda men charchab qolardim. Mana ro'za tutaman, mana nechta darsda ayollar bilan shug'ullanaman, qancha gapiraman, qancha harakat qilaman. Orada namoz vaqti bor. Charchab qolmayapmiz, так что ruhan o'zinglarni cho'ktirmanglar. Hamma gap ongda, miyada.